Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Bugun Pop tumani Marg'izor qishlog'ida har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan xotira turniriga xush kelibsiz. Xotira turnirimiz kecha kuni boshlangan, kecha saralash o'yinlari bo'lib o'tgan. Bugun esa asosiy final musobaqalari bo'lib o'tyapti. Bu haqida turnir tashkilotchilari akamiz aka, assalomu alaykum, sog' salomat, yaxshimisiz? Rahmat. Ismingizni so'rashga ham ulgurmadim. Ahmadali akbar aka, assalomu alaykum. Sport murabbiyman ha. Rahmat aka, mana shu turnirni tashkil qilganingiz uchun sizlarga avvalo Marg'izor xalqiga mutasaddilarga katta rahmat. Endi aka vaziyatdan foydalanib, vaqtdan foydalanib mana shu turnir haqida batafsil bu muxlislarimizga ma'lumot berib o'tsangiz. Avvalambor juda katta rahmat. Bu turnir ancha yillardan birini davom etib kelyapti. Mana shu bu yerda mana bugungi kunlarda ayniqsa 91-yillar do'stlarni xotiralab, Muhriddinjonni xotiralab, juda yaxshi tayyorgarlik ko'rib, bu yerda o'sha 16 ta jamoa qatnashyapti. 4 ta guruhga bo'lib, 4 tadan juda chiroyli o'yinlar bo'lyapti. Mana shu